Bismillahirrahmanirrahim. Sura Hajj. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. U kunda har bir sut emitayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tengriqab qelish bilan emitayotgan buviqini untuydi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsonlarni mast ko'rsan. Holbuki ular haqiqatda mast emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as-hoshidan ketkizib-atgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munozirlashidi. Har bir sarkas shaytonga, ya'ni haqdan to'squchi kuffarlarning katta boshlariga agishidi. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Allah hüküm kılıdı ki, kimki şeytanğı agişidiken, şeytan onu azdırdı ve cehennemnin azabını söyleydi. Ya eyyuhan nasu in kuntum fi raybin minel ba'thi فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. İyi insanlar, agar sizlar qayta tirilishdan shaklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun aslidagi yoritilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obi ma'nidin, ondan lahti qondin, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachchidonda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ondan sizlarni onanglarning qornidan
bu vaqtliq holatinglarda chiqiramiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat yeshi, qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zinglar yoshliqinglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zinglar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holatinglarga qaytirilishinglar uchun nihoyat qerib ketgucha hayot qoldirilisizlar. Alloh taoloning o'lganlarni qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qaqos ko'rsan. Uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni o'ndirib beradi. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Bu, yani Allah Taola'nın insonni ve ösümliklerini yuqorqidak yaratishi, Allah'ның haq ishkanligini, o'liklarni tirildiroladiganligini va har narsaga qodir ishkanligini sizlarga bildirish uchundir. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Shundaqla qiyomatning shaksiz bo'ladiganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni o'ndirish bilan tirildirgandek, Allohning tirildirdiganligini bildirish uchundir. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Ba'zilar to'g'ri tunishga elib boradigan, hech qanday haqiqiy ilmsiz, hidoyatsiz va nurliq kitobsiz holda Alloh to'g'risida munozirlashadi. Uning munozirlashishi noqul nafsi xohishi va tarsoliqidandir. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. U kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun mag'rurona yuradi. U dunyoda xorliqqa duchor bo'ladi. Oxiratda uningga ko'ydirguchi o'tning azobini tetitimiz. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Uningga xorliq bilan azob sening qilmishlaring, ya'ni kufring bilan gumrohliqing tufaylidandir. Alloh bandalariga hargiz zulm qilguvchi emasdir deyiladi. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turaqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinida turadi. Bundaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, dinidan yenib oladi. U dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Bu ro'shan ziyondir. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. U Allohni qo'yib, foyda ziyon yetkazolmaydigan butqa cho'qinadi. Bu cho'nqur gumrohlikdir. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه
لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. U mushriklarning qarishi bo'yicha but qiyomat kuni shafaat qiladi degandimu? Albatta, zeyni foydasidan yaqin bo'lgan narsaga cho'qinadi. U but rostilla yomon madadkordir. Rostilla yomon hamrohdir. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Şübhisizki Allah iman eytqan və yaxşı əməllərini qılğanlarını ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Allah haqiqatan xolig'ini qiladi. Ya'ni xolig'an odamga savob beradi. Xolig'an odamga azob qiladi. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Kimki Allah payg'ambarga dunyo va oxiratda hargiz yordam bermaydi deb gumon qiladi ekan, u to'risqa org'amchi selib bo'g'ilib olsin. Qarasunki uning bu tadbiri g'azibini bosolamdi. Ya'ni Allah payg'ambari Muhammad alayhissalomga yordam bermaydi deb o'ylaydi ekan, u esilib o'lib olsin. Agar bu uning xafaligini bosolaydigan bo'lsa. Chunki Allah payg'ambariga cho'qim yordam berdi. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. Shuningga o'xshash, ya'ni ilgirki kitoblarni nozil qilganimizga o'xshash, Qur'onni Muhammad alayhissalomga ro'shan oyatlar qilib nozil qildik. Allah xolig'an odamni hidoyat qiladi. Ya'ni Allohdan boshqa hech hidoyat qilguvchi yo'q. Allah xolig'an odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Innallazina amanu wallazina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majus wallazina ashraku inna Allaha yafsilu baynahum yawmal qiyamah inna Allaha ala kulli shay'in shahid. Müminler, Yahudilar, yulduzlarga cho'qing'uvchilar, nasaralar, majusilar, ya'ni otash parastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Allah haqiqatan hukm chiqaradi. Ya'ni Allah Taala müminlar bilan mazkur 5 firqa orasida to'g'ri hukm chiqarib, müminlarni jannatga, kuffarlarni do'zaxga kirgizadi. Allah haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Bilmamsanki osmondagilar, ya'ni farishtalar, zemindagilar, ya'ni insonlar, jinlar va zeminda yashaydigan barliq mahluqotlar kun, oy,
yulduzlar, tog'lar, daraxtlar, hayvonotlar Allohga bo'ysunib, Allohning tasarruf qilishi bo'yicha harakat qiladi va nurg'un kishilar Allohga sajda qiladi. Nurg'un kishilar kufri sababli azobga duchor bo'ldi. Allohning xorilishiga uchirgan odamga hurmatligichi chiqmaydi. Alloh haqiqatan xolig'ini qiladi. Ya'ni azob qilish, rahim qilish, aziz qilish, xor qilish, boy qilish, kambag'al qilish Allohning xohishidagi ish bo'lib, Allohga hech kishi ta'arruz qila olmaydi. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Müminler ve kuffarlardan ibaret bu iki firqa Parvardigori to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni müminler bilan kuffarlar Allohning dini ustida bas munozira qilishib, müminler Allohning diniga yordam bermoqchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Kafirlarga o'tdan kiyimlar pichiladi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv qo'yiladi. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Uning bilan ularning ich bag'ri va terilari eritiladi. Wa lahum maqami'u min hadid. Ular temir to'qmoqlar bilan uriladi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adabal hariq. Har qachon ular yetivatgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga ko'ydirguchi do'zax azobini tetinglar deyiladi. Innalloha yudkhilul ladina amanu va amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah haqiqatan müminlarni va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda oltin bilayzuklarni va narvoyitlarni zinnat buyumlari qiladi. Ularning kiyimi yepakdan bo'ladi. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Ular yaxshi so'zga, ya'ni kalima tavhidga hidoyat qilindi. Allohning yo'liga hidoyat qilindi. Innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Kafirlarga, kishilarni Allohning yo'lidan to'sqıchilarga, u o'ltirishlik bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, biz kishilarga ibodatgoh qilgan masjidi haramdan to'sqıchilarga, ya'ni haj farzini ado qilish uchun masjidi haramga kelgan mo'minlarni to'sqıchilarga qattiq azobni tetitimiz. Kimki masjidi haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni tetitimiz. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Öz vaqtida İbrahimga Baytullahning o'rnini tayinlab berdik. Uningga aytdikki, menga hech narsani sherik keltirmagin. Tavob qilg'uvchilarga, qiyam qilg'uvchilarga, ruku qilg'uvchilarga, sajda qilg'uvchilarga mening uyimni pok qilgin. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgin. Ular piyoda va o'ruq to'gilarga minib keladi. O'ruq to'gilar yiroq yo'llarni besib keladi. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Kishilar o'zlariga tegishlik bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarni ko'rsin. Belgilengen kunlarda, yani qurbonlik kunlarida Allah ularga rızık qilib bergan chorva mollarini, yani to'ga, qo'y, o'shkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzasidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Sizlar qurbonliklarning go'shidan yanglar. Muhtojga, faqirga beringlar. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Ondan ular kirlerini tazelasın. Yani ihramdan çıkkandan keyin çaşlarını, tırnaklarını alsın. Öz üstüge algan ibadetlerini ada kılsın. Kadimi beyt, yani Beytullah'ni tavap kılsın. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Hac ibadeti ani şudur. Kim ki Allah'ның dininin ahkamlarını ulug'lasa, yani hac jarayonida Allah'ның buyurganlarini bajo keltirib, man'i qilgan ishlaridan cheklansa, bu Parvardigorning dargohida uning dunyo va oxiratligi uchun yaxshidir. Sizlarga chahar poylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlaridan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar. Yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Allah'a xolis ibodat qilinglar. Uningga sherik keltirmanglar. Kimki Allohga sherik keltirdikan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni elib qochgandek yoki bo'ron uni elib berib, yiroq joyga tashlavatgandek bo'lib qoladi. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. İş mana shundaq. Kimki diniy ishlarni jumladan hajning amallarini, qurbonliqlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Muayyan muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbonlik mollaridan seg'ib, nasllantirib, minib foydalanasizlar. Ondan uni bo'g'izlashga tegishlik joy Baytullohning yenidir, ya'ni haramdir. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Har ümmet Allah ularga rızık kılıp bergen çarvılarını şükür kılış yüzüsüdün kurballık kılgalları da Allah'ның ismini eytsun deb ularga kurballıkны belgilidik. Sizlerning ilahinglar bir ilahdır. Uningga boysuninglar. İtaatmenlerge xush xabar bergin. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ular şundaq kişiler ki Allah yad etilse ularning dilleri korkup titreydi. Özlerge yetken aziyetlerge sabr qılıdı. Namaz öteydi. Ularga biz rızık qılıp bergen narsalardan yaxşılık yollarıga beredi. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kabe'ge elip berildiğin tögini Allah'ның dininin alametlerinden, yani hacның ahkamlarından kıldık. Ularda sizlerge nurgun payda var. Ularni qatar qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi sol putini bog'lab, 3 put bilan turg'izib bo'g'izlig'inglarda Allohning ismini tilga elinglar, ya'ni bismillah danglar. Ular bo'g'izlanib jeni chiqqanda ularni yanglar. Qanoatjon muhtojlarga va soillarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb u to'gilarni sizlarga bo'ysundurib berdik. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Allah'a ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allah'a yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allah'ning sizlarni o'zining ahkomlariga yetakliganligini ulug'lashinglar uchun Allah ularni sizlarga oshundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qilguvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xush xabar bergin. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Allah müminlerini çokum qo'g'daydi. Allah her qanday xiyonatchi, noshukr bandini do'st tutmaydi. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Hücum qilinguvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi.
Allah ularga yordam berishga albatta qodir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Ular faqat Parvardigorimiz Alloh deganliklari uchunla o'z yurtlaridan nahaq haydab chiqarildi. Agar Alloh insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatkizmagan bo'lsa, rohiblarning ibodatxonalari, cherkovlar, yahudiylarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Kimki Allohning diniga yordam beradigan, albatta Alloh uningga yordam beradi. Alloh albatta kuchlikdir, g'olibdir. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Allah'ның yardımıga erişishga haqliq bo'lganlar shundoq kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuruydi, yomon ishlardan to'sidi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ. Agar Makka mushriklari seni inkor qilsa, sen tunji inkor qilinguvchi payg'ambar emassan. Sendin burunqi payg'ambarlar inkor qilinib sabr qilishgan. Ulardan burun Nuhning qavmi Ad xalqi, Samud xalqi وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ İbrahimning qavmi, Lutning qavmi وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Madyan aholisi payg'ambarlarni inkor qilgan. Musa mu inkor qilingan. Kafirlarga muhlat berdim. Ondan ularni jazoladim. Mening ularga bergan jazoyim qandoq ekan? فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning o'ylarining o'g'zilari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan. Nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ular zeminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular, ya'ni sayr qilib tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi. Lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir.
ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Ey Muhammad, ular, yani mushriklar, masxiri qilish yuzisidan sendin azobning tez nozil bo'lishini talab qiladi. Azob cho'qim nozil bo'ladi. Lekin uning nozil bo'lishining muayyan vaqti soati bo'ladi. Allah va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Allah bandalarini jazolashga oldirab ketmaydi. Haqiqatan Parvardigorining dargohidagi bir kun sizlar sanoydigan 1000 yilchilikdir. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq, ularga men muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan, yani ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Yani oxir hammasi menga keladi. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. Ey Muhammad, Allah'ның azabının tez nazil bo'lishini talab qilguvchilarga aytqinki, ey insonlar, sizlarga men haqiqatan oshkora ogohlantirguvchiman. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. İman eytqanlar va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va esil rizqqa, yani jannatga erishidir. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Bizni ojiz bilib, oyatlarimizni yo'qqa chiqarish uchun tirishquchilar, ani shular ahli do'zaxdir. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Biz sendin ilgiri evetken qaysi bir rasul, qaysi bir payg'ambar bo'lmasin, u Allah nazil qilgan oyatlarni o'qigan chaqda shayton hamon uning qiroatiga shubha soladi. Allah shaytonning solgan shubhisini barbod qilgandan keyin o'zining oyatlarini mustahkam qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Allah Ta'ala'nın mundaq qilishi dillarida munofiqlik illati borlarni, dillari qasovatlashib ketganlarni, ya'ni Abu Jahil, Nazr, O'tbaga o'xshash Allohning zikriga dili erimas kuffarlarni shaytonning solgan shubhisi bilan sinash uchundir. Zolimlar, ya'ni yuqoridagi munofiqlar, mushriklar haqiqatan Allohga va uning payg'ambariga qattiq adovatdadir.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah Taala'nın mundaq qilishi ilm ahllarining Qur'onning Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqat ishkanligini bilishlari, shuning bilan uningga iymon etishlari, dillarining Qur'onga bo'ysunishi uchundir. Allah mo'minlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlag'uchidir. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. Kafirlar toki ularga qiyomat ushtumtut kelgucha yoki ularga qiyomat kunining azobi yetgucha Qur'ondan hamon shakllanadi. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Bu kunda padişahlık yalğız Allah'a xasdır. Allah bendiler arasında adil hüküm çıkarıdı. İman eytqan ve yaxşı amallarni qilganlar turli nozu ne'matlar bor jannatlarda bo'ladi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Kafirlar ve bizning oyatlarimizni inkor qilganlar do'zaxda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah'ның yolida hicret qilganlarga, ondan jihad qilib o'ldirilganlarga yoki kesal bilan o'lganlarga Allah çokum yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ata qiladi. Rizq berguchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. Allah ularni albatta ular memnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizadi. Allah haqiqatan ularni memnun qiladigan narsalarni bilgichidir. Halimdir. Ya'ni ularning dushmanlarini jazolashga oldirab ketmaydi. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. İş mana şundaq. Kimki qanchalik zulmga uchrab, shunchalik intiqomini olgan bo'lsa, ondan yana zulmga uchirsa, Allah uningga cho'qim yordam beradi. Allah haqiqatan nihoyatda afu qilg'uchidir. Nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Şu narsa Allah'ның qudratining alomatlaridandir ki, Allah kechini kunduzga, kunduzni kechiga kirgizadi. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi ta'sirlar bo'yicha navbatlashib turadi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Ahvolini ko'rib turg'uchidir. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Bu kudret şunun üçündür ki
Allah haqdır. Mushriklarning Allah'ni qo'yib ibodat qiladigan narsalari, ya'ni butlari botildir. Allah hamma narsadan ustundir, buyukdir. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Allah'ның bulutdan yağmur yağdırıp beradiganligini, shuning bilan zeminni yeşil zarlıqqa aylandıradiganligini ko'rmidingmi? Allah haqiqatan nihoyatda mehribondir. Hammadan xabardordir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innalloha lahuval ganiyyul hamid. Osmonlardagi va zemindagi shay'larning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning maxluqotidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Allah haqiqatan hammadan behojatdir. Hamdu sanoga loyiqdir. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ard ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Allah'ның yer yüzüdeki narsalarni, özünün əmri boyunca denizde yürüvatkan kemilerini sizlarga boysundurup bergenlikini görmedingmi? Osmanның zeminiga tushib ketmasligi uchun Allah osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chog'da tushib ketishi buningdan mustasno. Allah insonlarga haqiqatan nihoyat shafqatlikdir, nihoyat mehribondir. Wa huvallazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Allah sizlarga hayotlik beradi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tirildirdi. İnson haqiqatan Allohning ne'matlariga noshukirlik qilguchidir. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Har ümmet üçün bir şariat bekitdik. Ular şu şariatga amal qiladi. Mushriklar shariat ishida sen bilan jidallashmasin. Kishilarni Parvardigoringning ibodatiga da'vat qilgin. Sen haqiqatan shaksiz to'g'ri yo'ldadursan. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Allah sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Allahu yahkumu baynakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard inna dhalika fi kitab inna zalika alallahi yasir. Bilmemsen ki Allah osmon zemindeki shay'larni bilib turadi. Bu haqiqatan lavhul mahfuzda yozilgan. Bu yani bilish haqiqatan Allohga oson. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Ular, yani Quraysh kuffarları,
Allohni qo'yib ibodat qilishning durustligiga Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga, ya'ni butlarga cho'qinadi. Zolimlarga hech qanday madadkor yo'q. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kafirlarga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilsa, ularning chehralarida qo'shimisi turilganlikdan inkor qilganligini ko'rasan. Ularning bizning oyatlarimizni o'qib berguchilarga hujum qilg'ili tos qolganligini ko'rasan. Aytqinki, sizlarga men buningdanmi yomonroqini aytib beraymi? U do'zaxdir. Alloh uni kofirlarga va'da qildi. Ular qaytib boradigan joy nima degan yomon? يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamoasi, bir misol keltiriladi. Uningga quloq solinglar. Shubhisizki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdimi bir chevinni yoritolmaydi. Aqli bor odam qandoqmi mushundoq butlarni ma'bud qilib olib ularga cho'qinadi? Chevin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butga surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsani ilib qochsa, uni chevindan tortib ololmaydi. Butmu va uningga cho'qing'uchimi ojizdir. Ma qadarulloha haqqa qadrihi innalloha laqawiyyun aziz. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib olib, Allohni tegishlik ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki, Alloh haqiqatan kuchlikdir, g'olibdir. Allohu yastafi minal malaikati rusulan va minan nas innalloha sami'un basir. Alloh farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun insonlardanmi shariatni bandalarga yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma khalfahum va ilallohi turja'ul umur. Alloh ularning oldidagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi ahvolini va hozirgi ishlarini va orqasidagi narsalarni, ya'ni kelgusidagi ahvolini va kelgusidagi ishlarini biladi. Bandalarning ishlarining hammasi Allohga qaytariladi. Alloh ularga yo mukofot, yo jazo beradi. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ey müminler! Baxtga erishishinglar uchun ruku qilinglar, sajda qilinglar, ya'ni tazarru bilan namoz o'qinglar. Yolg'iz Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni, ya'ni xish aqribolarga
siyli rahim qilish, yetim yesirlarning beshini silash, kechsi tahajjud namozi o'tash qatorliq ishlarni qilinglar. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Allah'ның yolida pul melinglar bilan, jininglar bilan taqatinglarning yetishcha jihad qilinglar. Allah dinga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qilolmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu otanglar İbrahimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar. Allah sizlarni ilgari, ya'ni Qur'ondan ilgirki kitoblarda musulmon deb atagan edi. Qur'ondimi shundoq atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishqa va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishqa tanladi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor. Qur'on Karim abdi tali